86'ga keladigan çolimni hech kim tabriklamadi ham deyapti. Ehson mukofoti ehsondir. Jigarli aka-ukalar. Aka, kelishtiring yana narxini tushiraymi biroz. Kelishtirib beramiz aka. Hozir 20 ta oilaga bu narsani so'yib tarqatamiz aka. Nech bilan qilib berasiz? 95 mingdan 95 mingdan deyapti. 85 mingga beraman deyapti. 85 mingmi? Endi qonni 85 mingdan qilib beraman dedilar. Mana hisob kitob qilamiz hozir. Shu ehsonlarni 20 ta xonadonga yetkazishga o'z hissasini qo'shayotgan mahalla komiteti Zoir aka va mana To'lqin akam va opamlar, Alloh rozi bo'lsin hammaligidan. Aka-ukalar, ko'rib turganinglardek 20 ta xonadonga ehsonimizni tarqatamiz. Alloh rozi bo'lsin. Bu riyo uchun emas, ibrat uchun aka-ukalar. Bu videoni yoshlar ko'rib, qalbiga tugib qo'ysa, mana shunaqa saxiy ishlar qilishga, yordam qilishga, vatanimiz uchun, xalqimiz uchun mahallani bitta etib olsangiz. Biz Oxungaron tumani Yangi hayot mahalla fuqarolar yig'ini raisi Zoir ismim. Mana shu ehsonimizni inshaalloh tarqatib, hammalariga hayit bayramlari bilan tabriklab, hammani xonadoniga o'rtachilik olib kiramiz degan niyatdamiz. Amin, amin. Egalariga hozir tarqatamiz. Go'shtlarni ham mana bo'lib chiqamiz. Mana qasob akalarimizga rahmat aytib qolamiz. Akalar rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Hammalardan mana mahalla ishkanlari nechiga qo'ysa? 5 gami? Rostdanmi? Aldamayapsanmi? Bayramlaring muborak bo'lsin. Xafa bo'ldim. 86'ga keladigan çolimni hech kim tabriklamadi ham deyapti. Mana keldi tabriklagani. 86 yosh cholingiz yering. Yur. Charchamayapsizmi hayitlaringiz bilan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hayitlaringiz muborak bo'lsin. O'tiring. Amin. Bolalarga bosh bo'linglar, yaxshi kelinlar bo'linglar. Xizmatda bo'lsin. Amin. Bizlar Hayit ayyomlaringiz muborak bo'lsin. rahmat o'zlariz ham. Keldi sizni ko'rgani. Yana kelishib o'tirgacha emas. Ilohim. Tot o'zimiz tugallikda eson-omon uchrashaylik. Allohu akbar. Assalomu alaykum. Adam yaxshimisiz? Hayitlaringiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Hayitlaringiz bilan. Alloh rozi bo'lsin dadam. Sizni yoshingizga kirib yuringlar. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Keyingi hayitlarda yana ko'rish nasib aylasin. Baba, amin qiling baba. Amin qilib turamiz. Amin qiling. O'ynab ketaveradi. Allohu akbar. Rahmat. Assalomu alaykum. Hayit muborak bo'lsin. Amin. Kelasi yillarga Qurban hayitlarga o'ynab kulib, tinchlik, omonlik bilan o'ynab kulib ketaveraylik. Allohu akbar. Hammalaringizga baxt bo'lsin. Rahmat. Hammaga rahmat. O'zingizlarning hissinglarni qo'shib, like, kommentlar bosib, tarqatayotganingizga, ehsonimizga sherik bo'layotganingizga Alloh rozi bo'lsin. Ko'rganingizlarda mana shunaqa oilalarni 20 tasiga ehsonimizni tarqatdim.